Hurmatli obunachilar, avtotest imtihonlarida tezlik bo'yicha tushadigan har qanday savollarga yechim topamiz. Bunda 8 dan 108 tezlikgacha bo'lgan test savollarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi ma'lumotimiz bu 8 tezlik to'g'risida. Sekinyurar transport vositalarini temir yo'l distansiyasi boshlig'idan ruxsat olib, necha tezlikgacha harakatlanishga ruxsat etiladi kabi savollar bor. Demak, bunda 8 tezlikni tanlaymiz. Turar joy dahalardagi eng yuqori tezlik 20 km/s. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari oldida 30 km/soatgacha harakatlanish mumkin. Shatakka olishning har qanday usulida 50 tezlikgacha harakatlanish mumkin. 60 tezlikka ikkita test savoli bor. Birinchisi yukxonasida odam tashiyotgan yuk avtomobili, ikkinchisi bolalar guruhini tashiyotgan avtobuslar. Aholi punktlaridan tashqarida yoki ko'k fon oq yozuvli 524 yo'l belgisida transport vositalarining tezligi quyidagicha. Yengil avtomobillar va ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga 100 tezlikgacha harakatlanish mumkin. Shaharlararo qatnaydigan avtobus va mikroavtobuslar uchun 90 tezlikgacha harakatlanish mumkin. Tirkamali yengil avtomobillar, ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillari, mototsikllar va shaharlararo bo'lmagan avtobuslarga tezlikni soatiga 80 km/gacha oshirishga ruxsat etiladi. Tirkamali yuk avtomobillari 70 tezlikgacha harakatlanishi mumkin. Tezlik bo'yicha yana 3 ta qiziqarli savol bor. Birinchisi, 108 tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda 30 metr masofa bosib o'tadi. Ikkinchisi, 90 tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda 25 metr masofa bosib o'tadi. Va uchinchisi, 72 tezlikda harakatlanayotgan transport vositasi 1 sekundda 20 metr masofa bosib o'tadi. Har doimgidek shunaqa foydali ma'lumotlar olish uchun bizga obuna bo'ling.